Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iroda manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Amaliy tatbiq. Yana aytiladi, murid agar qavmning bir ilmidan bir narsani eshitib qolsa, bas unga amal qiladi. Umrini oxirigacha mana shu ilm uni qalbida hikmatga aylanadi. Ko'zni tiyish Allohning buyrug'i ekan. Ilohiy amr ekan. Eshitdi, bildi, ko'zini tiydi. Natijada qalbini to'ldirgan bir halovatni topdi. Bo'ladi-yu, shunday qaraysizda harom degan narsa keladi, shunda ko'zingizni olib qochasiz. Qarab maza qilgandan ko'ra ko'zingizni olib qochganingizni mazasi zo'rroqligini topasiz. Ko'zingiz qandaydir nafsiz shaytonning vasvasasi bilan yoqadi sizga tekkiz narsa ekan, va hokazo ekan. O'shini teskari qarab turib, kim uchun ko'zingizni bu yoqqa olib qochganligingizni bir o'ylang-da, qalbingizda shunaqa bir xotirjamlikni his qilasiz. U ko'zi bilan zino qilgan, bunaqa halovatda borligini ham bilmaydi. Demak, mana shu kishi endi hakim inson bo'ldi. Ilmni eshitdi, Allohning buyrug'i ekanligini bildi, amal qildi. Endi bu odam hakim inson bo'ldi. Chunki ana shu halovatni amalda topdi. Fe'lan topdi. Buyruqni topdi, amal qildi, halovatni his qildi. Hadisni eshitdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi, kafahullohu hamma dunya." Hadis qarang go'zalligini. Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiga, Alloh bu bandaning qolgan g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Eshitdi, qabul qildi, Rasulullohning so'zi ekan, amal qildi. Hamma g'amni bir chekkaga surib qo'yib turib, nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan savol bilan, g'am bilan yashovdi. Alloh haqiqatan qolgan g'amlarni o'zining zimmasiga oldi. Amal qildi, halovatni his qildi va eng muhimi natijani ko'zi bilan ko'rdi. Alloh deyish kerak ekan, bandasini maqtagani, bandasini yomon ko'rgani hech narsa emas ekan. Bandasini patnoshga bergani hech narsa emas ekan. Alloh qo'llasa hech narsa emas ekan deydi-da, endi u hakimga aylandi. Yana mana bu hadisni eshitdi. Innaka lan tada'a shay'an ibtigha Alloh illa ataka Allohu khayron minhu. Sen qaysi bir narsani Alloh uchun tark qilsang, Alloh senga undan yaxshiroq narsani beradi degan ilmni eshitdi, hadisni eshitdi. Amal qildi. Amal qildi, endi yana boyaga halovatni topdi va Alloh taolo unga tark qilgan narsasidan yaxshiroq bergan narsani ko'rdi, yana hakimga aylandi. Tushuninglar, eshitib turib amal qilmasak, u ilmimiz, o'qib yodlagan hadislarimiz bizga foyda qilmaydi. Eshitdingiz, qabul qildingiz, endi amal qiling. Hikmatni eshitdi, hadisni eshitdi. Shubhali katta qo'liga boylik kelib qolsa ham shart tark qila oladi. Tark qiluvdi, Alloh undan yaxshisini berdi. Buni ham ko'rdi. Mana endi bu odam tajriba egasiga aylandi. Ukburi aytganidek, diqqat. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'on Karimni hofizi Qur'onlardan olamiz. Mahrajini, qoidasini, tajvidini, harflarda chiqadigan o'rnini. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Ya'ni oyatni o'qidi, ma'nosini tushundi, hayotida tatbiq qildi, ko'rdi natijani. O'sha odamdan o'rganamiz Qur'onning ma'nolarini, hadisning ma'nolarini. O'shuning uchun gapirib qo'ysanglar undan olinavermaydi. Qarash kerak. Aytayotgan narsasini o'zi amalini qilganmi va natijasini ko'rganmi? Agar natijasini ko'rgan bo'lsa, shu odamdan olinadi. Qoidani tushundinglar-a? Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'oni Karimning ma'nolari esa uni anglagandan olinadi. Agar ana shu eshitgan ilmiga amal qilgan bo'lsa, ana shu amalining mevasini ko'rgan bo'lsa,
ana shu mevani ta'mini totib ko'rgan bo'lsa, bu odam hakim bo'ladi. Mana shunday odam gapirsa, eshitganlar foyda topadi. Chunki u qalbidan gapiryapti, totib ko'rib gapiryapti, boshidan o'tkazib turib gapiryapti. Qadimda aytilar ekan, qalbdan chiqqan so'z, qalbni tub-tubidan ishonib aytilgan so'z qalblarga ruxsatsiz kirib boradi. Og'izdan chiqqan so'z esa quloqdan u yog'iga o'tmaydi. Odamlar qachon sizning so'zingizdan foyda topadi? Qachonki u so'zingizga o'zingiz amal qilib, samarasini topgan bo'lsangiz, ta'mini totgan bo'lsangiz, boshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz. Misol, bir joyga dam olgani bormoqchisiz. Falon kurortga boraman dedingiz, ro'parangizda turgan odam, "Yo'q, u yerga emas, falon joyga boring" dedi. Juda ham maza qilib dam olib kelasiz. Sharoitlari oliy dedi. Bitta savol berasiz. Qanaqa savol u? Siz o'zingiz borganmisiz u yerga deysiz. Desiz, "Yo'q" deydi. Men ham eshitganman deydi. Uni gapini ta'siri qanchalik bo'ladi sizga? Endi sizga o'sha maslahat berayotgan odam haqiqatan borib kelgan bo'lsa-chi? Uni gapi boshidan o'tkazib, tajribasidan o'tkazib, ta'mini totib turib gapiryaptimi? Demak, uni so'zi sizga albatta ta'siri qattiq bo'ladi. Keyingi hikmatga xulosa olamiz. Man samiya shay'an min ulumil qawm va lam ya'mal bihi kana hikayatan yahfazuha ayyaman thumma yansaha. Qarang. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Qaytaramiz. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Shuning uchun quruq so'z, gap bilan ish bitmaydi. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki gap. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki ta'lim. Minglagan so'zlar, minglagan ma'nolar, hikmatlar o'quvchiga taqdim qilinadi. Kitoblarda yozilgan narsa o'qib tushuntirib beriladi, xolos. Talabalar u hikmatlarni boshidan o'tkazmaganligi uchun, bu haqiqatlarni ko'rmagani uchun muallimidan eshitgan narsalar imtihon qilinsa, so'zma-so'z yodlab olgan aytib beraveradi. Imtihonni o'tib oladi. Endi ana shu imtihondan o'tgan talabalarni chaqirib turib, bir yildan keyin shu narsani yana so'rasangiz, endi aytib bera olmaydi. Chunki nima qilgan u? Imtihondan o'tib olishligi uchun yodlab olgan xolos. Ular og'zaki, quruq ta'limni olgan, hayotda ko'rmagan, boshidan o'tkazmagan. Kerak bo'lganida aytib beraveradi yozib, lekin bu ilmi tajribaga asoslanmagan, tajriba bilan his qilinmagan. Ammo agar o'rgangan narsangiz, amal qilgan bo'lsangiz, tajribangizdan xulosa olib, his qilgan bo'lsangiz, 50 yildan keyin ham nima qilmaysiz uni? Unutmaysiz. Eng afzal ta'lim tajriba va praktika bizning tilimizda. Dengizda umuman ko'rmagan, dengizga bir marta kemada chiqmagan odam dengiz haqida maqolalar o'qiydi, videoroliklarni ko'radi, suratlarni tomosha qiladi. Xo'p, yaxshi. Shu bilan dengiz cho'p qoldimi endi u? Ana oddiy misol. Yo'q. Bular uning kallasidagi quruq ma'lumot xolos. Bugun bor, ertaga yo'q. Dengizga chiqsin, buni o'rniga suvga tushsin, to'lqinlarni ko'rsin, bir amatda bir cho'kib ketishga yaqin bo'lsin, dengizni, okeanni kuchini, quvvatini ko'rsin. Shundan keyin u dengizni nimaligini bilib oladi. Mana shu ilm haqiqiy ilm bo'ladi. Chunki nima orqali olindi u ilm? Tajriba orqali. Shuning uchun aytayapmiz-da. Sizga nasihat qilayotgan odamni gapi qalbingizga kirmayotgan bo'lsa, bilingki quruq ma'lumot. Endi sizga gapiryaptimi? Qalbingizga tushyaptimi loppa-loppa qilib? Demak, boshidan o'tkazgan. Tajriba orqali topilgan ilm umuman boshqa narsa. Shuning uchun yoshlar, sizlargachi kattalar nasihat qiladi. Aqlli, xushli, diyonatli, halol haromni bilgan, ilmli, yoshi ulug' insonlar bir narsani nasihat qiladi. Malollanmanglar.
Malollanmanglar. Chunki ular sizlarga aytayotgan narsalarini boshidan o'tkazib turib aytayapti tajriba qilib. O'zlari hayotida ko'rgan, kechirgan, ularning sizlarga gapirayotgan ilmi tajriba ustida qurilgan. Prosta xulosa olib qo'yinglar-da. Foyda topasizlar. Yutuq sizlarda bo'ladi. Ustozingga irg'ima, ota-onangning nazaridan qolma, odamlarga zulm qilma, duo ol bolam, o'sasan desa, dadam ham qarib qoldi. Men bitta gapini ummatdan nima qiladigan bo'lib qoldi. Ukburi aytganidek, takrorlaymiz, Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi, uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Demak, ma'nolar Qur'onni oyatlarini, payg'ambarning hadislarini anglagan, ularga amal qilib, boshidan tajriba bilan o'tkazgan odamlardan olinadi. Agar Alloh bilan bo'lgan muomalada tajribang bor bo'lsa, agar Allohga yaqin bo'lishni ta'mini totib ko'rgan bo'lsang, agar istiqomani nimaligini his qilgan bo'lsang, agar Alloh qalbingga sakinatni joylagan bo'lsa, agar iymonni rohatini totigan bo'lsang, agar bergan 1 so'mingni Alloh taolo 1000 so'm qilib ko'paytirganiga guvoh bo'lgan bo'lsang, agar Alloh uchun bir narsadan voz kechganingda senga undan yaxshiroq narsa berganini ko'rgan bo'lsang, eshitgan oyat hadisini tatbiq qilib, uni samarasini ko'rgan bo'lsang, demak sen haqiqiy da'vatchi bo'lsan. Tushunarlimi? Chunki siz birni beruvdingiz, Alloh 10ni berdi. Bitta narsadan voz kechuvdingiz, Alloh undan zo'rrog'ini berdi. Bitta narsadan voz kechuvdingiz, Alloh undan zo'r ikkita narsani berdi. Chunki nima qildingiz o'zingiz? Totib ko'rdingiz, hidab ko'rdingiz, ishab ko'rdingiz, yeb ko'rdingiz, kiyib ko'rdingiz. Agar sen gapirsang, shunday bo'lib turib, odamlarning qalbida gaping albatta o'zini joyini oladi. Iymoniy tajribangni aytib da'vat qilsang, so'zlaring odamlarning qalbiga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun agar biz Allohning diniga da'vat qiluvchi haqiqiy doi bo'lishni xohlasak, eshitgan, bilgan narsamizga amal qilaylik. Amalda sobit bo'laylik, xolis bo'laylik. Alloh taolo mevalarni bergandan keyin odamlarga qiladigan da'vatimizning ta'siri haqiqiy bo'ladi. Alloh tarafidan bizga berilgan sakinatni his qilsak, qilgan amalimizga Robbimiz bir inomni berganini ko'rgan bo'lsak, shundagina bizning da'vatimizga foydasi bor bo'ladi. Shundagina bir og'iz so'zimiz odamlarni qalbiga joylanishi oson bo'ladi. Hikmat, takrorlaymiz, kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoladi, ertaga unutadi. Yahyo ibn Muoz aytadi, haqiqiy murid uchun eng og'ir ish uning tabiatiga zid bo'lgan odam bilan ulfat bo'lish. Agar siz haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning yuzini, payg'ambarning roziligini haqiqatan istayotgan odam bo'lsangiz, Allohdan uzoq bo'lgan odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun og'ir ish bo'ladi. Qaytaraman, haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning roziligi birinchi maqsadim degan niyatingiz haqiqiy bo'lsa, mana shu yo'lga teskari bo'lgan odamlar bilan birga o'tira olmaysiz. Hazillari, bachkana, so'zlari bemaza, xilqlari sovuq, mulohazalari umuman bunaqa odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga qalbingiz o'shnaqa odamlar bilan birga bo'lishga intilayotgan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Endi o'ylang, hammomga kirdingiz. Chiroyli yuvinib chiqdingiz ustingizga. Eng yaxshi kiyimlarni kiyib, atirlarni zo'rini sepib, o'sha holatda molxonaga kirib ketaverasiz mol tozalagani? Agar shunday qilsangiz, sizni kim deyish mumkin? Esi joyida emas ekan deyish mumkin. Agar siz Allohdan uzoq bo'lgan dunyo ahllarining suhbatini yoqtirayotgan bo'lsangiz, ularning so'zlari sizga yoqayotgan bo'lsa, ular bilan birga bo'lishlik sizga yoqimli bo'layotgan bo'lsa, bilingki siz ularning bittasisiz. Murid
inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati unga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati buning sulukiyatiga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid qilayotgan har bir ishiga bitta o'lchov bilan qaraydi. Shu ishni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladimi yo norozi bo'ladimi? Aytdik-ku tevadagi hadisda, kim hamma g'amda bir chekkaga surib, bitta g'amga aylantirib olsa shu g'amlarini, qolgan g'amlarga Alloh o'zi kifoya qiladi. Bu as-sodiqul masduq bo'lgan Muhammad alayhisolamning va'dasi. Rasululloh yolg'on gapirmaydilar. Endi Alloh bizni dunyo g'amlarimizga, boshqa g'amlarimizga kifoya qilmayotgan bo'lsa, demak hali biz birinchi shartni bajarmabmiz-da. O'shuning uchun muammo tugamaydi-da hayotda. Uyni solib qizni chiqarsam problemam tugadi dedingiz, qildingiz shu ishni, lekin muammo tugamadi. Endi o'g'lim uylab, mashinamni yangilab olsam zo'r bo'ladi dedingiz, qildingiz, yana tugamayapti. Tushuning, siz bu jismoniy xatti-harakatingiz bilan, tirikchilik, kasb-koringiz, pul topish bilan dunyo muammosini hal qila olmaysiz. U muammolarni Alloh hal qilib beradi. Faqat Alloh hal qila oladi. Qachon hal qilib beradi? Hamma g'amingizni bitta g'amga almashtirsiz. Ro'zg'or deb qo'yadi. Zo'r so'zma shu. Nima degani u? G'or deganida, to'lmadimi? To'lmadi, to'lmaydi. Biz bilan menda million yo'q edi, men millioni borlardan ham so'rayman-da. Millioni borlar ham aytadi, to'lmaydi ekan deydi. Demak, haqiqiy murid inson bironta ishga kirishidan oldin avval bitta savolni beradi. Mana shu ishni qilsam Alloh mendan norozi bo'ladimi, rozi bo'ladimi? Agar shu savolga javob bilan yashasa hayotida, bitta savoli shu bo'lsa hayotda, boshqa g'amingizni Alloh o'zi hal qilib qo'yar ekan. U siz aqlingiz yetmaydigan tomondan hal qilib qo'yar ekan. Shuning uchun u muridning shiori hayotda: Ilohim, maqsadim o'zingsan. Roziliging meni umidim. Shu narsada yashaydi. Ilohim, Parvardigorim, maqsadim o'zing. Roziliging meni umidim. Murid inson maqsadiga yetish uchun unga 3 ta narsa kerak. Birinchisi, qabul qiluvchi toza, tayyor qalb. Nimani qabul qilishga tayyor bo'lish kerak u qalbi? Ilmni. Qalbi tirik bo'lish kerak. Nafsi qalbi tirik bo'lish kerak. Agar nafsda mana shu sifat bor bo'lsa, shunda unga ta'lim kiradi. Demak, qabul qiluvchi tirik qalb kerak. Ilmda aytsa qabul qilasiz. Ikkinchisi, da'vat. Ilmga asoslangan da'vat, adolatga asoslangan da'vat, voqelikka, hayotga to'g'ri keladigan da'vat, mantiqqa to'g'ri keladigan da'vat. Agar mana shu da'vat insonning tabiatiga mos bo'lmasa, bu da'vat foyda qilmaydi. Insonning tabiatiga mos bo'lgan haqiqiy da'vat. Uchinchisi, to'siqlardan xoli yo'l, toza yo'l. Agar sen yo'lingni tozalab olsang, to'g'ri da'vat ustida bo'lsang va qabul qiladigan ilmni nafsing tayyor bor bo'lsa, maqsadingga yetishliging mumkin bo'ladi. Allohga yetishing imkoniyati bo'ladi. Tayyor qalb ilm uchun, to'g'ri da'vat va toza yo'l. Mana shulardan bittasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, murid Allohga yeta olmaydi. Aytilish kerak bo'lgan oxirgi fikr, murid asosan 2 ta holatni boshidan kechiradi. 2 ta holatdan bittasida turadi. Kenglik holati, torlik holati. Torlik holati xavf sababli, xavf orqali keladi. Kenglik holati umid orqali keladi. Endi torlikka kirib qolishning sababi 2 ta. Nuqson yoki ma'siyat. O'zingizni tor his qilyapsizmi? Yuragingiz siqilyaptimi? Kenglik yo'qmi? Demak, bu yerda bir xato ish qilgansiz, nuqsonli ish yoki gunoh qilgansiz. Yoki kimnidir haqqini bermagan bo'lasiz. Bu sabab tavba va xatoni to'g'rilashni taqozo qiladi. Yoki
murid bu torlikni sababini bilmasligi mumkin. Nima uchun bunday torlikka kirib qoldi? Otasini xafa qildi, qalbi torayib qoldi. Palonchini haqini yeb qo'ydi, yuragi siqilib qoldi. Mana shu torligini sababini bildi. Endi uni tuzatish kerak. Endi yuragida, qalbida torlikni his qilyapti, sababini bilmayapti. Unda nima qilish kerak? Unda sabr qilish kerak. Ehtimol bir hikmati bordir. Vaqt o'tishi bilan mana shu hikmat ayon bo'ladi, bilinadi. Endi ikkinchi holat, kenglik holatida, qalbi keng bo'lib turgan holatda murid qalbida huzurni, halovatni, oliy ma'naviyatni, iqbolni his qiladi. Endi bu holat fitna, imtihon, sirpanchiq. Ya'ni qalbi keng, xotirjam, halovatni his qilyapti, maza qilyapti. Xatar shu. Nimasi xatar? Shunday holatda o'zi haqida baland fikrda bo'lib qoladi. Demak, men zo'rib qolibman deb turib, o'zingizga baho berib siyg'alanib ketib qoladi oyog'ingiz. Alloh bizga berdi, shuning uchun biz zo'rligimiz uchun berdi emas, yo'q. Bunga loyiq emasmiz biz. Allohning fazli bo'ldi deb tursangiz, oyog'ingiz yerda turadi, siyg'alanib ketmaysiz. Demak, muridning ustida ikkita holat bo'ladi. Torlik, kenglik. Torlik qilgan xato, kamchilik, gunoh sababli bo'ladi. Nima qilish kerak bunda desa, shu gunohni, xatoni tuzatish kerak. Kenglik holati xotirjamlikni, halovatni his qiladi. Bu zo'r holat, lekin bu xatarli holat unga. Nima uchun? O'zidan ketib qoladi. Bu holatda banda hushyor bo'lishligi kerak bo'ladi. Agar ustingizga torlik holat kelib qolsa, uni sababini qidiring. Agar sababini topsangiz, tuzating, tavba qiling. Agar uni sababini topa olmasangiz, sabr qiling. Chunki bu ishda albatta bir hikmat bor bo'ladi. Allohning ishlari behikmat emas. Kenglik holati kelib qolsa, unga aldanib qolmang, chunki bu imtihon, xatoga, kibrga, ujubga kirib qolmang. Kenglik sizni istiqomadan chiqarib qo'ymasin, men zo'rib ketibman o'sha deb. O'ziga katta baho berib qo'ymang, adashib qolmang. Darsimizning xulosasi: agar seni holating bilan sen o'zing yetmoqchi bo'lgan holat orasida katta masofa borligini ko'rsang, bas bilginki, bu sening irodangning zaifligi sababidan. Irodangning zaifligini sababi esa ilmingning ozligi sababidan. Alloh azza va jalla ilm o'qib, Allohni tanib, ana shu irodasi quvvatli bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.